Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga bugun 8 ta mashinani qo'yib yuboramiz. Elektromobil qarovotganlar uchun elektromobillarni ham qo'shganmiz bu videoda. Birinchi Captiva'mizdan boshlaymiz. Qora rangda 3 qilingan 2015-yil 150 ming kilometr yurgan gazli qo'yib qo'yilgan $10.900 ga beraveramiz. Ikkinchisi Tracker 1 oq rangda 2019-yil 110 ming kilometr yurgan $8.500 ga beraveramiz. Esprabek 2026-yil MCM Cobalt'imizni $12.600 ga MCM. Henji H5 mashinamizni elektromobil zapas xodi 500 km, yili 2022-yil 95 ming kilometr yurgan kraskalari 100% top-toza $17.700 ga beraveramiz. Keyingi Captiva'mizni oq rangda ikkinchi pozitsiyasi 2011-yil 420 ming kilometr yurgan polniy shumkali qilib qo'yilgan $6.700 ga beraveramiz. Tracker 1 mashinamizni qora rangda 2019-yil 190 ming kilometr yurgan gazli ham qo'yib qo'yilgan ekan. Bitta 10 taraf oldi krilodi kraskasi bor, ikkita eshikda kichkina petnosi bor ekan. Bo'ldi qolgan joy top-toza. Mashinamizni $8.500 ga beraveramiz. Mana qo'shgan elektromobillarimizdan bittasi Neta U mashinamizni 2022-yil 41 ming kilometr yurgan $12.800 ga beraveramiz. Keyingi elektromobil mashinamizni Ceylus Sky 01 2025-yil masla mashina, umuman yurmagan Besprabek. Zapas xodi 450 km, narxini $20.000 ga beraveramiz. Ko'pchilik hozir bizdan elektromobil so'rayotganlarga bu videomizda elektromobillarni ham qo'shdik. Oldingi videomizda ko'pchilik yaxshi kommentariyalar qoldiribdi, yaxshi izohlar qoldiribdi. Duo qilganlar bor, bizdan olishni niyat qilganlar bor. Bu kommentariyalarni o'qib chiqib biz xursand bo'ldik. Ishlashga motivatsiya ham oshdi. Hamma yaxshi kommentariya qoldirganlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qo'llab-quvvatlayotganlar uchun niyat qilganlarga Xudo xolisa kelishsa, chiroyli narxlarda qilib xursand qilib chiqarib yuboramiz. Haydab yurib, baraka topib, bizdan duo qilib haydab yurishdi, biz xursandmiz. Nima deymiz? Bosamiz. Mustang Avto eng ishonchli hamkor.